134 sonli maktab. Asosi 1947-yili asoslangan maktab. Bu paytda 4 yillik maktab bo'lgan. 2007-yilda katta rekonstruksiya bo'lib, hozir maktabimiz 330 o'rinli maktab bo'lib, hozirgi kunda 467 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. Tilda ma'lumotlarni yig'amiz. Va bizlar bilan bugun 15 ta universitetdan kelgan komandalar bor. Sizlardan tashqari irrigatsionniy, inha, boshqalar, ajular va biz o'ylaymizki, biz umid qilamizki, nafaqat foydali mashg'ulot qilyapmiz. Undan tashqari sizlar uchun bu do'stlik orttirishga yoki qanaqadir yangi ko'mak o'zinglar uchun ko'nikmalarni olish uchun juda yaxshi imkoniyat yaratib umid qilamiz.